kuyovimiz shu nimalarga ham qiziqadi. Mana kotleti nimalari bor. Mana огородcha qilib qo'ygan, mana tarvuz ekib qo'ygan, mana tarvuzni qarang, gullayapti. Hozir shunday chiqib, shepirga chiqib ketadi, xudo qolsa. Kotletlari bor mana. Qarang. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Ey yashaylar. Alloh rozi bo'lsin. Gulcholari. Mana bu yerda arqani, uyda arqasiga bular bunday nima qilib, chiroyli qilib rayhonlarni ekib qo'ygan. Pomidor, bodring, chesnok, olma, nok. Mana ekib qo'yganlar mana. Bu nimami deyman? Nima emas? Savzi emasmi? Savzi. Mana savzilar ham chiqyapti. Bodringlar mana pishyapti mana. Har kun katta-kattasini terib yeyveradi. Plantatsiya zo'r. Qaranglar mana ajoyib. Xitoydan kelgan hali koreysda olmasi bor. Mana bu yil so'gan ekan, mayda bo'libdi, yana yil ko'payadi deyapti. Mana bu olmachani qaranglar. Sovurib ketgan, baribir shoxida qolgan mana kichkina bo'lsa ham. Chiroyli, juda chiroyli, ajoyib joylar. Mehr kerakda bunga. Lekin nima deydi? Qancha mehnat qilsa, o'sha mehnatga yarasha nima bo'ladi. Mana shunday ko'tarsangiz, mana shunday mana nimalar bodringlar katta bo'lyapti. Har kun teradi bular. Mana shu Gulnoza Hasanova o'zi mana bodringchilarni mana terib beryapti menga mana. Bo'ldi, bodring nima ko'pini nima qilaman mayli. Rahmat. Ana. Rahmat. Bu ko'payib ketdi buni. Endi bodring olmaymiz bugun. Ko'payib ketdi.